Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Birodarim so'rabdilar, 7 kunlik, 40 kunlik, 100 kunlik va ba'zi payshanba kunlari uyimizda is qilishadi. O'lgan insonga bag'ishlab ba'zi bir nimalar, marosimlar o'tkazishadi. Bularning hukmi nima deb aytibdilar. Biz musulmonlar barcha hayotimizdagi ibodatlarni Qur'on va sunnatdan olamiz. Qur'on va sunnatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga nimani buyurib ko'rsatgan bo'lsalar, shuni qilamiz. Nima dinda kelmagan bo'lsa, buni qilmaymiz. Kim mana bu Qur'on va sunnatda kelmagan narsani olib keladigan bo'lsa, bu inson dinda yangi o'ylab topilingan bid'at ishni qilgan bo'ladida gunohkor bo'ladi. Shuning uchun sunnatga qaraydigan bo'lsak, o'lgan kishiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 7 kunligi ham, 40 kunligiga ham, 100 kunligiga ham va payshanba kunlari ham bironta bir is chiqarmaganlar va xos bir marosimlar o'tkazmaganlar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lganlaridan keyin ham insoniyatning ichida eng afzal bo'lgan kishi bo'lsa ham sahobiylar biron marta is chiqarib 7 kunlik, 40 kunlik ishlar qilishmagan. Shuning uchun bizni dinimizda bir inson vafot qiladigan bo'lsa, uni orqasidan duo qilamiz, orqasidan sadaqalar berishligimiz mumkin, xayriyat bir xayri ishlar qilib qo'yishligimiz mumkin, lekin shariatda buyurganidek qilamiz. Ammo 7 kunlik, 40 kunlik degan narsalarni qilishlik bidat emas, balki buni foydasidan zarari ko'proq bo'ladi. Bu bo'lmagan narsa bilan gunoh qilishlik bilan u inson o'ziga bekordan gunoh orttirib oladi. Shuning uchun bizning shariatimizda bunda 7 kun, 40 kun, 100 kun degan narsalar yo'q. Balki o'lganlarimizga Allohdan rahmat so'rab duo qilamiz. Ularga agar yaxshilik qilmoqchi bo'lsak, nomlaridan sadaqa qilib, nomlariga bironta yaxshi bir masjidlar ochib, yo'llar qurib, quduqlar kavlab, shunday bir yaxshiliklar qilib qo'yamizda, ular nomiga atab qo'yamiz. Vallohu a'lam.